Xo'jayinimiz shashlik qilyotgandi, lekin shashligimizni ko'miri yaxshi emas ekan. Shunga men shunaqa o'tinlar terib olib boraychi, balkim foydam tegib qolar. Ko'mirimiz yaxshi yonmayapti, o'rtoqlar. Biz qishloqda o'sgan, ungan insonmiz. Shuning uchun hamma yo'qni hal etishga harakat qilamiz. Qani ko'raylikchi, mana shoxmash topildi, lekin hozir bu quruq bu narsalar topilarmikin desam, topilmayapti. Qaranglar. Qanday bir go'zal joyi. O't o'lanlarni qaranglar, mana ular nima ekan? Pishirib yesa bo'lmasmikin shularni? Mana yana bitta shox bo'ldi. İşte shoxlarni nima qilamiz? Olamiz, iloji yo'q. Quruqmi, bu quruq emasmi bilmayman, lekin harakat qilib ko'ramiz. Xo'jayinim qilyapman, yoniga ketyapmiz endi.